Tasavvur qiling, siz rus tili o'rganishga qaror qildingiz va internetni ochib qarasangiz, u yerda 100 ta onlayn maktab, 500 ta kurs, 1000 ta ustoz va minglab va'dalar. 2 haftada o'rganib ketasiz. 5 kun ichida gapirib ketasiz va shunaqa payt o'ylanib qolasiz. O'zi kimga ishonish kerak? Umuman olganda, onlayn o'rganib, haqiqiy natijaga erishish mumkinmi? O'quv markazini qanday tanlash kerak? Bugun siz bilan mana shu savollarga javob topamiz. Onlayn o'qish umuman mumkinmi o'zi? Avvaliga eng muhim savolga javob beraylik. O'zi onlayn o'qib biror narsani o'rganish mumkinmi? Sizga qisqa javob: ha, mumkin. Hattoki tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadi. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, onlayn o'rganadigan odamlar 20% dan 60% gacha ko'proq ma'lumotni eslab qolishadi. Bundan tashqari, ko'plab universitet rahbarlari ham onlayn ta'lim an'anaviy darslardan kam emas. Ba'zi holatlarda hattoki samaraliroq ham deb hisoblashadi. Masalan, dunyoning eng mashhur universitetlari ham onlayn dasturni taklif qilishadi. Demak, onlayn bilim olish mumkin. Bu zamonaviy ta'limning bir qismi. Unda nega ko'pchilik natija qilmaydi? Ko'pchilik onlayn kurslarni sotib oladi va oxirigacha o'qimaydi. Buni bir nechta sababi bor. Keling, bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab intizom yetishmasligi. Onlayn o'qish bu erkinlik, lekin erkinlik faqatgina intizom bilan birga ishlaydi. Uyga vazifalaringni qildingmi, darsni tushundingmi deydigan o'qituvchingiz bo'lmasa, siz ko'pincha ertaga qilaman, bugungini qo'shib ham ertaga dars qilaman deysiz, lekin qilmaysiz. Agar sizni intizom bilan muammongiz bo'ladigan bo'lsa, unda sizga o'qituvchi yo'q onlayn kurs to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi sabab ustoz bilan aloqa yo'qligi. Ba'zi platformalarda shunchaki videolarga kirish imkoniyati beriladi. Siz videolarga kirasiz, mashqlarni bajarasiz, lekin orada qaysidir mavzuni tushunmay qoladigan bo'lsangiz, oldingizda so'ragan ustoz yo'q. Til o'rganishda muloqot juda ham muhim. Ko'pchilik uchun ustoz bilan o'rganish samaraliroq. Uchinchisi esa tanlov juda ham ko'p. Bugungi kunda onlayn kurslar shunchalik ko'pki, odamlar adashib qoladi. Ba'zan kurs tanlashga ketgan vaqt o'qishni o'zidan ham ko'p bo'lib ketadi. Onlayn o'quv markazini qanday tanlash kerak? Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz onlayn o'quv markazi tanlayotgan bo'lsangiz, mana shu 4 ta narsaga e'tibor bering. Birinchisi, ustoz bormi? Onlayn o'qish 2 turga bo'linadi. Birinchisi, mustaqil o'rganish. Bunda sizga video darsliklar beriladi va siz mustaqil o'rganasiz. Lekin boshida aytib o'tganimdek, agar sizni intizomingiz bilan muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, bu usul sizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi usul ustoz bilan o'rganish. Ko'pchilikka aynan shu usul samaraliroq bo'ladi. Chunki til bu faqat grammatika emas. Til bu muloqot. Ikkinchisi, amaliyot bormi? Agar kurs 3 oyda rus tilini o'rganasiz deb va'da bersa-yu, lekin amaliyoti bo'lmasa, bu yaxshi belgi emas. Til o'rganish sportga o'xshaydi. Mashq qilmasangiz, natija ham bo'lmaydi. Uchinchisi, sinov darsi bormi? Yaxshi o'quv markazi ko'pincha sizga bepul sinov darsi taklif qiladi. Bu sizga platformani ko'rish, ustoz bilan tanishish, o'quv formati sizga mosmi yoki yo'qligini tushunish imkoniyatini beradi. To'rtinchisi, o'quv tizimi qanday? Yaxshi kurs odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi: grammatika, gaplashish amaliyoti, eshitish mashqlari va uyga vazifalar. Agar kurs faqat videolardan iborat bo'lsa, natija ancha past bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, onlayn ta'lim orqali ham til o'rganish mumkin, lekin natija mana shu 3 ta narsaga bog'liq: to'g'ri kurs, yaxshi ustoz va sizning intizomingiz. Agar mana shu 3 ta narsa bo'lsa, siz istagan tilingizni onlayn o'rganishingiz mumkin. Agar siz rus tilini onlayn o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu video opisaniyasida siz uchun maxsus havola qoldirdik. Uni ustiga bosib, bepul sinov darsiga yozilishingiz mumkin. Sinov darsidan keyin platforma sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, o'zingiz ishonch hosil qilishingiz mumkin. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing, kommentariy yozing va albatta bizga obuna bo'ling.